yana bitta muammoli joy 325 katyol turibdi. Samotok sistema qilingan, ko'ryapsizlar. Ikkiga podachadan, obratkadan kontrol olinganda nasos qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda topli polga ulab yuborilgan. Endi bu yerda 4 ta kontur bo'lgani bilan, misol 60 metrdan hisoblasa 240 metr, yo bo'lmasa 50 dan hisoblasa 200 metrcha bitta pochka shlanka tashalgan. Xo'p, mana shu narsani ulab yuborilgan, ikkiga endi samotok ishlamayapti. Nimani hisobiga ishlamayapti bu yerda? Usti mana bu yerda уже konturga bo'lindimi? Mana bu yerga ham obratkaga ham bitta nasos qo'yib ketish kerak-da. Mana bu hozir podachadan chiqayotgan joyida, mana bu katyol ko'ryapsizlar. Podachadan chiqayotgan joydan nasos tortib yuboryapti-da bu yoqqa. Nasos tortib, уже samotok sistemani ishlatmay qo'yibdi. Men sizlarga tavsiya qilaman, agar mana shunaqa samotok sistema qilgansizlar, topli pol qilgili kelib qoldi, topli pol qilmoqchi bo'lsanglar, bitta topli polga alohida nasos, ikkiga samotok sistemaga alohida nasos qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Hozir biz bu yerda bu katyolni ham kuchi yetmayapti. Xudo xolasa sistemalarni ko'rdik. Inshaalloh to'g'irlab, cho'tki qilib beramiz. Iloji bo'lsa sistemani noldan bizga ishonib topshirsanglar, hammasini zo'r qilib, cho'tki qilib beramiz. Ertaga bunaqa sistemam ishlamayapti, yo bo'lmasa katyol ishlamayapti, yo bo'lmasa mana topli pol nimadir bo'lyapti deb yurmaysizlar. Noldan 100 gacha, xudo xolasa katyollarigacha olib borib o'zimiz qo'yib beramiz. Mazza qilib issiqqina uylarda o'tirasizlar.